Bismillahirrohmanirrohim. Bu Qur'on oyati. Oralarimizda hofizi kalomullohlar ham bor. Hozir bitta odam chiqyapti-da, necha olib bismillah. Bir ijtimoiy tarmoqda bismillah. Bizni dinga amal qilganchalik Mo'g'ron nahrida dunyoda o'zbekistonchalik juda ham kam sonli topiladi. Otalarimiz nima deb o'rgatishgan yoshligimizda? Bismillahirrohmanirrohim deb, mayli juda intonatsiya arabiy bo'lmagan bo'lsa ham Bismillahirrohmanirrohim bo'lgan. Sizlarga aytaman yana. Keng tarqatinglar shuni. Bismillahirrohmanirrohim deb aytaylik. Payg'ambar alayhisalom aytdi deydi. Payg'ambar sizning o'g'lingizmi? Yo ukangizmi, yo otangizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deb sizlab aytishligimiz vojib bo'ladi. Kimning e'tirozi bo'lsa tursin o'rnidan. Tura olmaydi. Payg'ambarimiz aytadilarki, sizlarni muhabbatingiz menga hattoki ota-onangizdan ham ko'ra ko'proq, zurriyotlaringizdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmagunizcha iymoningiz komil bo'lmaydi deganlar payg'ambarimiz. Payg'ambarimizni sansiramaylik. Bismillah deb chala aytmaylik. Uning davomi Rahmon va Rahim degan. Qur'onda to'liq oyat Bismillahirrohmanirrohim deb aytiladi. Shuni sizlardan samimiy iltimos qilamiz. Biz mana shunday samimiy aytishimiz mulla bismillosidan ma'lum deydi. Basmala deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Har doim taomlanib bo'lamizmi, ishimiz nihoyasi bitadimi? Alhamdulillah, Xudoga shukr. Alloh yetkazganiga shukr desak, ishoning shunaqa yurtga baraka yoqiladi. Lekin chala bo'lib qolmasin.